Samarasidan Veli. Qaysi arava? Veli. Telefonim qani? Gaplashyaptilar. Mumkin emasmi bekka qo'yish? Mumkin emas. Tayyor bitta ko'p qo'yasizlar. Nima deysiz? Uzoq deyman. Uzoqmi? Ha. Bu yoqdan keldimda, u yerni qanday ko'raman debdi. Qo'yish mumkin emas. Ha, shular deydi. O'chir telefoningga. Tegma. O'chir telefoningga. Telefonim tegma. Sen o'zga kurir kofe to'kib olgan bolalarga, ishonsanmi? Kofe to'kib olgan olma. Siz zapis qolsa, terpela bashar bo'lmagan. Zapis qolsa, tashqari chiqib gaplashamiz. Qo'y. Tashqari chiqib gaplashamiz. Qo'y telefoningga. Bugun havo zo'r bo'lyapti. Bahor havosi. Assalomu alaykum. Yandex 8299. Kelinglar mana qaynoq xonimlar bor. Buyurtmani topshirdik. Hozircha keyingi buyurtma yo'q. Xaritada ko'rsatilgan talab yuqori bo'lgan zonalarga boramiz. Keyingi buyurtma tushdi Kamolon osh markazidan. Assalomu alaykum. 9763 Yandex. 63. Assalomu alaykum Yandex buyurtmani olib kelgandim. Assalomu alaykum. Keyingi buyurtma bor. London. Yigirma besh o'ttiz to'rt. Bunga salafan paket yo'qmi? Yo'q, berilmaydi aka. Nimaga? Standart bo'yicha berilmaydi. To'kilsa bunga tegadi-da. Sizda o'zingizda sumkangizda spesialniy Bor bo'lishi kerak. Lekin mabodo to'kilsa-da. 4 ta bo'lsa beramiz. Bittaga bermaydi. Yo'q. Jimligi bor ekan. Ehtiyot bo'lamiz. Salafan paket so'radim, berilmadi. Deyarli shu yerga ekan. Mehmonxona bor. Mehmonxona shu yerda. Alo. Assalomu alaykum Yandex buyurtmani ochganmi? Assalomu alaykum. Bo'ldi, qarshi. Assalomu alaykum. Bo'lmadi. Choyim. Ishtaha. Keyingi buyurtma faxr milliy taomlari. Chokolat. Rahmat. Piyoz bor? Bor. Bormi? Multi buyurtma, keyingi buyurtmani Evisdan olamiz. Altmış bir 87 yani. Bak kireye bak. Kira, geri. Bak tabii oğlum. Rahmat. Bu bilan bir xil vaziyat. Evisdagilar men so'ramasam ham o'zlari aytishyapti, paket kerakmi deb.
Eng muhimi ovqat mijozga sog' salomat yetib borish. Endi olyapman. Bolajon kameramni ko'rib qolib, blogermisiz? Kanalingiz nomi nima deb so'radi. Aytdim. Shunga videoga olib turibsizmi deyapti. Поверните направо. Поверните налево, а затем перейдите дорогу. Ikkinchisi 3-4 kilometrga ekan. Buyurtmani topshirdik. Keyingi buyurtma hozircha yo'q. Keyingi buyurtma ham tushdi. Fishan break. Вы на месте. 2377 yalnız. Продолжайте движение прямо. Вы на месте. Assalomu alaykum. Yo'qmishda. Ha, tashab chiqdim hozir. 5-etajga, 5-qavatga. 7-qavatga, 5. 5-qavatga. Nima ovqat olib keldingiz? Bilinmay ichida nima bor ekan. Bilmaysiz. Keyingi buyurtma ham tushdi. Odamlar ham qiziqda. Поверните направо. Assalomu alaykum. 2389 Yandex. 7996. To'rt yuz yigirma metrga ekan. Hozircha yangi buyurtma yo'q. Vlog yurgizaman. Hozircha yangi buyurtma yo'q. Buyurtma chiqquncha bir narsa haqida gapirmoqchiman. Ba'zi savdo markazlarida kuryerlarda liftdan yoki eskalatordan foydalanishi taqiqlangan ekan. Nimagaligi aniq emas. Kirganda qarshilik bo'ladi. Mumkin emas. Chiqishing sen zinadan chiq yoki lift bo'lsa sen eskalatordan chiq. Shunaqa gap bo'ladi. Yaqinda o'zimda ham shunaqa voqea bo'ldi. Savdo markaziga 4-qavatga chiqishim kerak. Eskalator ishlayapti. Lekin kuryerlarda eskalatordan foydalanish mumkin emas. Zinadan chiqishing kerak deb zinani ko'rsatyapti. Men so'radim, nimaga? Shu mumkin emas, yuqorida rahbarlar aytgan. Rahbariyat shuni buyurgan. Men chiqaramayman dedi Ahrana. Keyin men Ahranaga shunchaki mumkin emas deyish sabab bo'lmasligini men eskalatordan chiqishimni aytdim, lekin Ahrana qattiq qarshilik qilishni boshladi. Uni videoga ham olganman. Hozir shu videoni qo'yib bermoqchiman. Eskalatordan chiqaman ekan. 3-ish bo'ladi bo'lmasang, uka, mana normal Eskalatordan chiqish mumkin emasmi? Ha? Eskalatordan. Men bilmagan syomka yoqavchi publikaga o'ynama, uka. O'zim olyapman. O'zing olsang olaver, nima qilay? Ha, olyapman. Bo'pti, uka, tashqariga chiq bo'ldi. Tashqariga chiq. Yo'q, men narsa olgani keldim. Narsa olgan bo'lsang bo'ldi. O'chir ham telefoningni. Oqora olib Bo'pti, tegma. O'chir telefoningni. Telefonim tegma. Narsa olgani keldim. Tashqariga chiq bo'lmasang, tashqariga chiq bo'lmas. Olish mumkin izlanadi, mumkin emas holda. O'zim olyapman.
Men sen to'g'ri tushuntiryapman senga, to'g'ri tushuntiraman. Zinadan chiqasan turib. Bu qonuniymi? Men bilmayman qonunni. Ichki tartib bu. Ichki tartib qoida bu. Tushunali, hammasi. Senga o'ziga kuryar kofe to'kib yuborgan bolalarga, ishonsanmi? Kofe to'kib yuborgan. Endi nima qilay? Shunaqa ichki administrator shunaqa buyrug'i bu. Zinadan chiqsin deb aytyapti. Mumkin emasmi chiqish? Yo, men bilmayman senga aytaman. Zinadan chiqsin deyapman. Zinadan chiqish mumkin deyapman. Zinadan emas, faqat bu tomondan eskaratidan kuryer bo'lganim uchun chiqish mumkin emas. Yo'q, hamma kuryer. Hech kimga tirpiyalik qilmaga, bashara. O'zim rasmga olyapman. Omad olmas senga. O'zim olyapman. Omad olmas senga bu yerda. O'zim Olmagin olyapman. olmas senga bu. O'zimni selfie qilib olyapman. Siz zapis qo'ysa, tirpiylar bashara. Bu o'zimni zapis qo'ysa, tashqari chiqib o'zimni gaplashamiz. Qo'y, tashqari chiqib gaplashamiz. Qo'y telefoningga. Agar sizlar ham kuryer bo'lsanglar, oralaringizda kuryer bo'lsa, sizlarda ham shunaqa voqea bo'lganmi? Ba'zi savdo markazlari bor, kuryerlar uchun alohida lift qilib qo'ygan, sharoit qilib qo'ygan. Unga hech qanaqa muammo yo'q. Lekin lift bo'lib turib, kuryerlarga boshqa lift qilmasdan, sharoit qilmasdan zinadan chiqasan deyish menimcha noto'g'ri. Xavfsizlik masalasini tushunaman, lekin buni ommatan cheklash menimcha noto'g'ri. Sumkada ovqat bormi, yo'qmi, xavfli narsa bormi, yo'qmi, unga qaramasdan faqat sumkasi bo'lsa yoki faqat kuryerlar mumkin emas, kuryerlar liftdan foydalanishi mumkin emas deyish menimcha noto'g'ri. Sizlar nima deb o'ylaysizlar? Kommentariyada yozib qoldiring. Keyingi buyurtma tushdi, Domino pizzalar. Assalomu alaykum. 39-23 Yandex. 23. Qanchada chiqadi? Tayyor bosilgan ekan lekin. Biz bosmaymiz tayyorda. Ofisimiz o'zi bosib qo'yadi. Alo, assalomu alaykum. Aha, eshitaman. Xo'p, olsa beraman. Salom. Yandex telefon. Xodimlar so'rayapti. So'rayapsiz, xodimlarga bering-da. Kamerasidan Veli. Qaysi arava? Veli. Veli menda. Ya qolib qo'yaylik. Bu olib ketadi. Chekdaysizmi? Sizga bera qoling. Yo'q ishda. Qo'ylik gapirishdim men o'zim. Bu telefonim bor. Nima bo'ldi? Men tayyormiz akasi. Telefonim qani? Gaplashyaptilar. Telefonimni ol. Mumkin emasmi bekka qo'yish? Mumkin emas. Tayyor bitta ko'p qo'yasizlar uchun. Uzoq u deyman-da. Nima deysiz? Uzoq u deyman. Uzoq-u? Ha. Men bu yoqdan keldim, u petayni qayerdan ko'raman? O'tib qarasangiz. Bu yoqdan keldim-da, u yerni qanday ko'raman debdi. Qo'yish mumkin emas. Ha, shunday deyim bo'ldi. Aprel oyidan beri qo'yilmayapti. Tushunarli, ha. Shunaqa muammolari ham bor. Qayerda? Yaqin ishtaha. Batareyka bormi to'lasi? To'lmasin bular. Batareykani to'lasi yo'q ekan. Boshqa joyga boramiz. Assalomu alaykum. Batareykani to'lasi bormi?
4-5 soat ketadi. Videoga boray birinchi. Profil. Rahmat. Hozircha buyurtmalar yo'q. Talab yuqori bo'lgan zonalarga boramiz. Oqtepadan zakaz tushib qoldi. Orqaga qaytamiz. 67-76. 67-76 ha. Sağ olun. Assalamualaikum. Киеве сервис. Через 50 метров поверните налево. Вы на месте. 92-29. Lesals. Bize bir box falan 200 var yine. 56-90. Oldu mu? Rahmet. Buyurtma olindi, 1,5 kilometrga olib boramiz ekan. Маршрут перестроен. Mashinani qo'ygan joyi. Umuman yo'l qo'ygizmagan. Через 50 метров поверните налево. До конца маршрута осталось 200 метров. Вы на месте. Yapın. Buyurtmani topshirdik. Hozircha keyingi buyurtma yo'q. Xaritada qizargan, talab yuqori bo'lgan joylarga boramiz. Keyingi buyurtma tushib qoldi. Tarnovdan. Doksan yetti. 97. Ehtiyot qilib joylash kerak. Продолжайте движение прямо. Assalomu alaykum. Yo'q. Buyurtma topshirdik. Keyingi buyurtma Burger Embassy. Поверните налево. Через 50 метров поверните направо. До конца маршрута осталось 50 метров. Neçe? 93.05. Yaxshi. Assalomu alaykum. Aleyküm. Binoni orqa tomoniga ekan.
O'tsam bo'ladimi? Orqa tomonga bunday aylanib o'tasiz aka. Yo'l bormi bu tomonda? Ha, bunday qo'ziga 100 metr uzoqi. 100 metrdan shunday parkovkadan ketib ketadi. Assalomu alaykum. Burger yemaysizmi? Yoqimli ishtaha. Rahmat, tavqat. Xo'p. Tungi Magic City. Altmış yedi, 73 aka. 67. 73. Yaxshi bu safar tayyor ekan. Через 50 метров поверните налево. Keyingi buyurtmalar bor. Toshkent City'ning ichidan ekan. Nimaga? Avaz aka. Nima qilyapsizlar? Yo'q, qo'yamgan men. Oz aka. Qanaqa ishlaydi? Dayako chekkin degani bor ekan. До конца маршрута осталось 200 метров. Ochiladimi? 0581 Yandex. Bor. Tayyormi? Alo. Маршрут перестроен. Assalomu alaykum. City Mall. Ancha hali ham turibdi. Necha? 46 18. Olisni qo'ysa aka. Ha, Asli nechini oldi? 46 18. 2-3 kilometrga. Вы на месте. Yoqimli ishtaha. Вы на месте. Buyurtmani topshirdik. Keyingi buyurtma bor. Burger Embazida. So'rang. 81 76. 81. 76. 37. 22. Charchamang. Rahmat. Вы на месте. Assalomu alaykum. Rahmat ishtaha. Zoo magazin ekan. Okay, this is on it. 7803. Rahmat.
Assalomu alaykum. Do'stlar, shu oxirgi buyurtma edi. Ishni shu yerda tugatdim. Bugun ishni soat 1 da boshlab 9 da tugatdim. Bu vaqt ichida 17 ta buyurtma bajarib 258 ming pul topibman. Video yoqqan bo'lsa like bosib obuna bo'ling. Agar siz ham kurer bo'lmoqchi bo'lsangiz, kanal shapkasidagi havola orqali ro'yxatdan o'tib batafsil ma'lumot olishingiz mumkin.